Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ofisimiz har kuni azangi 9 dan kechki 8 gacha ochiq. Bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa ta'tillaringizni zo'r etib tashkillashtirib beramiz. Turlarni esa sizning byudjetingiz va xohishingizdan kelib chiqqan holda podborlarni aytib beramiz. Agar sizga garajga turlar kerak bo'lsa, borjak davlatingizni va sanasini aytib qo'ysangiz, biz sizlar uchun garajga turlarni kutib o'tiramiz. It chiqqandan birinchi bo'lib sizga aytamiz. Особенно hozir Vyetnam bo'yicha va Gruziyaga 1-2 kun qolganda garaj turlar chiqib turibdi. Bemalol aloqa qilsangiz cho'tkatib planlashtirib beramiz. Gruziyaga lekin уже iyulning o'rtasidan boshlab umuman garajga tur kutmasangizlar ham bo'ladi, chunki narxlari ko'tarilib ketgan, ko'p yaxshi otellarda уже joylar qolmagan. Gruziyani yoz bo'yicha eng zo'r variant desa bo'ladi. Почти har kuni turistlarimiz uchib turibdi. Borgan hamma odamlarimiz esa dimdavo'rni hazatib aylanib yuribdilar. Sizlarga shunday turlar kerak bo'lsa, bemalol Pangia tur aloqa chiqaverasizlar.